so'ylagin, roviylar rivoyatin. Fikr etib so'ngra uni anglarsiz kifoyatin. Bir muallim yashatdi. Qay zamondir noma'lum, hasmi holi ne bilmam, bir kasbi kori ma'lum. Saboq berdi, dars berdi, donishmandu dahoga, umri bitib nihoyat ketdi dorul baqoga. Tumonat xalq shogirdlar borar qabriston tomon, so'nggi yo'lga kuzatdi muallimni olomon. Yo'l yurdi u xo'p uzoq, ko'rinmasdi zohiri, sirot ko'prigi sari keldi ustoz oxiri. Bilardi u shu yerda azmu ajr naqdligin, gunohkorning ko'prikdan yiqilmog'i naqdligin. Balki domla fanoda g'ofilroq banda bo'lgan, ehtimol dars chog'lari namozi kanda bo'lgan, orttirib berolmagan zakot, fidya munosib yashab o'tdi bir umr, haju umra benasib. Kimnidir koyigandir ilmu urfon bobida, qancha gunoh borligin bilmasdi hisobida. Qiyomatda so'roqda bilmam qandoq so'z olar, maktab ilmi deb ba'zan qazo bo'lgan ro'zalar. Og'ir o'yga cho'mdi u, botdi g'amning roshiga, nahotki yetolmasa qil ko'prikning boshiga. Oldinda esa o'sha ikki dunyo aro roq, qilichdan ham o'tkirroq, qildan ham ingichkaroq vahm solardi g'oyat. Tubsiz jarlik haybati yetib keldi nihoyat, muallimning navbati. Ko'zlarin yumdi ustoz, fosih xayol surmay deb, qil ko'prik ostidagi jahannamni ko'rmay deb. To'zg'igan xayollarin yig'di bemajol xasta, qo'rquvdan chekib azor ko'zlarin ochdi asta. Bilmadi qancha vaqtin xayollarga yo'rg'abdi, ne ko'z bilan ko'rsaki sirot yo'li tugatdi. Jannatning ostonasi ko'ringani haqiqat, qil ko'prikda yo'l yurdi rosa 45 daqiqa. Nahot yetdim behishga, taqdirim qutlug' ekan, demak fani dunyoda gunohlarim yo'q ekan. Shu chog' arshi a'lodan kimdir bir vahiy dedi. Ey muallim, aslida gunohlaring ko'p edi. Qil ko'prikdan o'tmoqqa senga tole yor ekan, ta'limingni olgan ko'p shogirdlaring bor ekan. Sirot ko'prigi uzra birga o'tishdi ular, har bir gunohing uchun yelka tutishdi ular. Hayratdan qotdi ustoz, tolei kulganiga, Allohga ming hamd aytdi muallim bo'lganiga. Qissadan hissa shulki, haq karami keng ekan, muallimning har darsi ibodatga teng ekan.